Buni bir eshitib ko'ringlar. Erkak kishi qarz chuquriga kirib chiqishi kerakmi yo kerak emasmi? Kerak. Nimaga? Chunki birinchi navbatda haqiqiy chin va soxta do'stlarni ajratib olish uchun kerak. Qarzdorlik inson irodasini kuchaytiradi. Ya'ni qarzdorlikka kirib chiqqan insondan-da kuchliroq inson yo'q. Hamma haqoratda eshitadi. Yonida hech kim qolmaydi. Uni поддержка qiladigan hech kim qolmaydi. Unga ishonadigan hech kim qolmaydi. Mana shu положениyadan u chiqib ketadigan bo'lsa, u juda kuchli insonga aylanadi. Pushta ochkilarimda ochiladi. Hammasi maskasini yechadi. Xuddi shunday. Hayotga real boqishdi. Lekin ikkita yo'li bor-da. To'g'ri, hamma narsani ko'rishi mumkin, ponyatkasi yaxshi ishlashi mumkin. Buni orqasidan hidoyat topishi ham mumkin. Allohga qaytishi ham mumkin. Lekin o'zini o'zi o'ldirib yuborishi ham mumkin-da. Katta qarzga botib ketsa. Yo'q bo'lib ketishi ham mumkin. O'shanisi yomon. To'g'ri fikr qilsa, lekin chidasa bo'ladi. Lekin qarzga o'rganib qolsa, undan yomon narsa yo'q dunyoda. Eng iflos narsa qarz.